Alo, Tolibbek. Ortimdan kuzatuvchilar tushgan ekan. Odamlarimizni ushlab ketishdi. Yolg'iz o'zim qochib qutuldim. Kiring. Mumkinmi o'rtoq boshliq? Keling Boburbek. Sizni kutib turgandim. Kuzatuv ishlari qanday ketyapti? O'rtoq boshliq, yangilik bor. Ular kutayotgan mehmon hududimizga keldi. Demak, qing'ir ishlarini boshlashibdi-da. Boburbek, Labbay. bu yog'iga sergakroq bo'lishimiz kerak. Xo'p. Kuzatuv ishlarini kuchaytiringlar. Ularni har bir qadamidan, har qanday vaziyatda xabardor bo'lishimiz lozim. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. Yangi ish joying mana shu yer bo'ladi. Qani ichkariga kir. Yangi do'kon bo'lgani uchun hali ishchilar olishga vaqt bo'lmadi. Xullas, shu yuklarni hammasini tartibga solish kerak. Tushundingmi? Olimjon, Labbay. qolgan ishlarni shu akang tushuntiradi. Mana sizlarga yana bir yordamchi olib keldim. Ismi Aziz. Yaxshilab tanishib olinglar. Birgalikda hamjihat bo'lib ishlaysizlar. Kelishdikmi? Qani boshlaylar. Aha. Yaxshimisiz? Rahmat. Alo. Yaxshimisiz aka? Qayerlarda yuribsiz? Ishdaman. Shanba-yakshanba korxonada dam olish kuni emasmi? O'rtog'imga Qashardaman. Erta tongdan sizlarni bezovta qilgim kelmadi. Tushdan Iya. oyimga ayt Hoy. O'zing qayerdasan? Darsga ketyapman. Yaxshi bor. Xo'p, rahmat. Ketdik? Hazillashdimi? To'g'ri. Ha, zo'r bo'lgan. Qo'ysangchi, yozuv chizuvlarga uncha Ha, xushim. aytgancha, daftarimni olib keldingmi? Yo'q. Mayli, ertaga olib kelarsan. Unda o'zing yozaver, xo'pmi? Qalaysan? Meni boshimni og'ritma. Ey! Nima qilyapsan? Ey bolalar, bo'ldi qilinglar. Domla keldi. Ha, durust. Omborxona ancha tartibga kelib qopti. Yaxshi. Ishing menga yoqdi, uka. Barakalla, rahmat. Mana bu bugungi ish haqing. Rozi bo'lasan? Rahmat. Endi uka o'zingdan qolar gap yo'q. Agarda xohlasang, shu yerda qolib ishlashing mumkin. Men o'zi zavodda ishlayman. Bugun dam olish kuni bo'lgani uchun hammollikka chiqqandim. Ha, shundaydi.
Mayli, bo'lmasa biron yordam kerak bo'lsa, tortinmay menga murojaat qilaver. Xo'p, Kelishdikmi? bo'pti. Mayli, sog' bo'l. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Nigina, bugun kinoga kirsak nima deysiz? Qanaqa kino? Qarang, yangi filmlar chiqibdi. Birortasiga tushaylik. Yo'q, sevdim, o'ldim, kuydimlarga toqatim yo'q. Xo'p, mayli, o'zingiz bilasiz. Avaz aka, Labbay. Nega siz dasturlovchilik sohasini tanlagansiz? Dadam shu sohada o'qib, diplom olib, uyga qaytayotgan paytlari avtohalokatga uchrab halok bo'lganlar. Shunaqa deng, kechirasiz. O'shanda 1 yoshda ekanman. O'zingizchi? Unda dadangizni sohasini tanlagan ekansizda. Ha, shunday. Men esa rassomchilik sohasiga juda ham qiziqardim. Dadamga tanlovim yoqmay qarshilik qilgan. Keyin esa dasturlovchilik sohasini tanladim. Tushunarli. Siz shu yerda kutib turing, hozir kelaman, xo'p? Qayoqqa? Hozir. Bu sizga. Shu sovuqda-ya? Ha, oling. Nima qilibdi? Voy. Ha, isitib yeymiz. Mana shunday. Tomog'imiz og'rib qolsa-chi? Oling, yeng. Juda mazali. Mana bunga bu, bunisiga esa bu, bunisiga esa Meniga olib, endi men yuraman. Iya, qara, Aziz akam kelyaptilar. Assalomu alaykum Aziz aka. Va alaykum assalom. Qani? Nima qani? Iya. Buni senga. Rahmat. Bunisi esa senga. Rahmat. To'polon Mayli qiling, Aziz xo'pmi? aka, xayr. Xayr. Xo'sh, hurmatli talabalar, mana bu yerda yozilganlarni hammasini daftarga ko'chirib olinglar. Agar kimdir tushunmasa, bemalol mendan so'rashlaring mumkin. Avaz. Menga qara. Shu guruhimizda qizlar sanoqli. 10 tagina. Bilasanmi? Qarmoq qilinadigan yo'q-da. Nima ular baliqmidiki qarmoq qilinsa? Haligi mana sen Niginani ilintirgansan-ku. Ja omad chopgan bo'lasan-da. Bu nima deganing? O'zim shunday. Aytdim, qo'ydim. Aytma ham, qo'yma ham, tushundingmi? Kim pichirlayapti? Safarov, darsga e'tiborli bo'ling.
yaxshimisiz? Ovqatlangani bormoqchi edim. Maylimi borsam? Boravering. Aziz aka. Aziz aka. Yuring, tushlik qilamiz. Hozir. Men tushlik qilib olay, sen ishlab turgin. Xo'p, boraver. Ketdikmi? Ketdik. Yuring. Keling. Yoqimli ishtaha. Mazali ekanmi? Malika, maoshimdan oz-oz yig'ib boryapman. Keyingi yil xudo xolasa to'y qilamiz. Keyingi yil. Axir bahorda qilamiz degandingiz-ku. Uyga sovchilar kelib bezor qilishyapti. Bahorda deganim to'g'ri. Oyimni tikishdan topgan puli, meni maoshim hammasini yig'ib hisoblasak ham yetmayapti. Qachongacha qora ishchi bo'lib yurmoqchisiz? Ma'lumotingiz haqida o'ylasangiz bo'lardi. Sharoitim o'zingizga ma'lum, Malika. Nega buncha o'jarsiz? Harakat qiling. Malika. Salom aka. Aka? Buncha xomush ko'rinasiz. Aka, Avaz. Qachon kelding? hozir keldim. Kelganingni sezmabman. Tinchlikmi? Xafa ko'rinasiz? Yoki Malika opa bilan urushib qoldinglarmi? Yo. O'zim shunchaki. Men bir aylanib kelay. Avaz. Sen xavotir olma. Hammasi joyida. Xo'p aka. Avazjon, nimadan xavotir olyapsan, bolam? Assalomu alaykum ajon. Assalom. Hech narsadan xavotir olayotganim yo'q. Sizlarda gapim bor. Darsdan keyin ishlasam degandim. Ish topib bersangiz aka. Sen boshqa narsaga chalg'ima. O'qishingni o'qi. Aka, siz topib bermasangiz o'zim topaman. Menga qara, bolam. Bu darsdan keyin ishlasang, o'qishingga zarar tegmaydimi? Yo'q oyijon, xavotir olmang. Hammasiga ulguraman. Azizjon. Ish topib ishlasa, balkim yordam bo'larmidi? Qizim, sen haligi Alo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni Aziz aka jo'natgandilar. Nima masalada? Ish masalasi bilan. Yaxshi, hozir mana tushyapman. Oyingga aytib qo'y. Bugun sal kechroq boraman, xo'pmi? Xo'p. Ish bilan bo'lib o'qishlaringdan ham xabar ola olmayapman, qizim. Dada, o'qishlarim yaxshi. Avaz, yaxshimisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima, tanishingmi Dada, qizim? tanishing, bu Avaz, meni kursdoshim. Shunaqa degin. Yaxshi. Qo'ng'iroq qilib olay. Bu yerda nima qilyapsiz? Men ish bilan kelgandim. Alo. Alo? Meni kutayotgan sen ekansan-da.
Ha, Mayli dada. Bo'lmasa men qizim, bora ketdim. qol. Men kechroq boraman. Xo'p. Xo'sh, xizmat. Ish masalasi bilan kelgandim. Aziz akam jo'natgandi. Shunaqami? Aziz ukasiman degan. Qani yur bo'lmasa, ichkariga. Xo'p, xo'p. O'sha yerda gaplashamiz. Sen to'g'ringda aytgandi menga. Ishlasang, o'qishing nima bo'ladi? O'qishim asosan tushlik vaqtigacha. Shunday degan. Unda bunday qilamiz. Ertaga o'qishdan chiqib, to'g'ri shu yerga kel. Xo'p. Yigitlar nima qilish kerakligini hammasini tushuntirishadi, xo'pmi? Kelishdik-a? Ha, kelishdik. Mayli, omon bo'l. Xo'p, mayli. Rahmat. Ha, eshitaman. Ha, aytgandim. Allo? Salom, tuzukmisan? Qayerdasan? Uydaman. Kel, biror joyda ko'rishaylik. Tinchlikmi? Tinchlik. Maslahatli ish bor edi. Yordaming kerak. Xo'p, hozir boraman. Ko'chaga chiqib tur, men o'zim boraman. Bo'pti, xo'p. Salom. Qalay ishlar? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. Xo'sh, nima gaplar? Gapirchi. Dadam Tinchlikmi o'zi? Turkiya, Dubaydan yuk olib keladi. Men ularni do'konlarga tarqatib chiqaman. Yo'q demasang menga yordamlash. Bilasanmi? Men o'qishdan so'ng savdo markazida ishlamoqchiman. Qanaqa ish? Bilmadim, ertaga aniq bo'ladi. Nima ham qilarding? Yuk tashuvchi yoki qorovul bo'lasan-da. Men senga bundan yaxshiroq ish taklif qilyapman. O'ylab ko'r. Dadang qarshilik qilmaydimi? Dadam o'zingga sherik top degan. Yordamlashsang qarshilik qilmaydi. Akam bilan maslahatlashib ko'raychi, kechga tomon qo'ng'iroq qilaman. Unda kutaman. Bo'pti. Mayli, sog' bo'l. Aka, Ha, Jafar degan kursdoshim bor. O'sha menga ish taklif qildi. qanaqa ish? Dadasi chet eldan yuk olib kelar ekan. Jafar shu yuklarni do'konlarga tarqatar ekan. Qanaqa yuk olib kelar ekan? Menimcha, kiyim-kechak bo'lsa kerak. Savdo markazidagi ishchi. Aka, to'g'risini aytsam, bu ish savdo markazidan ko'ra ancha yaxshi-ku. Sen u bolani yaxshi bilasanmi o'zi? Ha, bilaman, yaxshi bola. Otasi-chi? Otasini ham bilasanmi? Bilaman, o'ziga to'q, yaxshi odam. Bilmadim, uka. Nimagadir shu ish menga yoqmayapti-da. Bu qoplarni joylarini almashtiringlar, xo'pmi? Shu bugundan qolmasin.
chaqqon ishlasang bo'lmaydimi? Olimjon, Bilan keyin gaplashaman. Allo, Jafar? Rahmat. Avazbek. O'g'lim siz haqingizda gapirganida bu ishlarni bajara olarmikan, yo'qmikan deb o'ylab qoldim. Hozir siz bilan gaplashib turib, aqlli va ishini bilib qiladigan yigit ekaningizga amin bo'ldim. Sizdan juda zo'r ishbilarmon chiqadi. Bu yo'lda o'zim sizga yordam berishim mumkin. Jahongir aka, qanday bo'lar ekan? Bu sohani umuman tushunmasam, buning ustiga Jafarning o'zi yaxshi eplaydi. Jafar. Ko'nglingizga kelmasin-u, meni o'g'lim bo'lsa ham sizga rostini aytaman. Juda erka bo'lib o'sgan va buni ustiga juda dangasa. Bir ishni kullab bajaradi. Buni ustiga agar men uni xorijga jo'natsam bunaqa ishlarni bajara oladimi, yo'qmi bilmadim. Mana siz aqlli, dono yigit ekansiz. Sizdan juda zo'r ishbilarmon chiqadi. Men bunga aminman. Nima dedingiz, Tolibbek? To'g'ri aytasiz. Jahongir aka to'g'ri gapiryapti. Bu odam hammaga ham ishonch bildiravermaydi. Agar siz Jahongir akadan biznes sirlarini o'rganib qo'ysangiz, kelajakda zarar qilmaysiz. Avazbek. Yigit kishiga omad bir marta keladi. Uni ushlab qolish o'z qo'lingizda. Bilaman, yoshligingizda qiyinchilikda katta bo'lgan ekansiz, eshitdim. Endi bularni hammasiga nuqta qo'yish payti yetib kelgandir, Avazbek. Biz sizni bir yilga xorijga ish o'rganish uchun jo'natmoqchimiz. U yerda katta, kichik ishbilarmonlar bilan yaqindan tanishasiz. Qaytganingizdan keyin meni o'zim sizni ish boshqaruvchi qilib olaman, o'zimga. Men axir u yerlarni bilmasam, buning ustiga katta shahar bo'lsa, xavotir olmang Avazbek. Mana siz bilan hamroh bo'lib Tolibbek boradilar. Men bir o'ylab ko'rishim kerak. Maslahatlashing. Lekin bir narsani esdan chiqarmang. Bunday omad faqat bir marta beriladi. Nima dedingiz? To'g'ri aytasiz. Unda javobingizni kutamiz. Ko'rishguncha.
Oyi aka. Sizlarga bir yangiligim bor. Meni bir yilga chet elga malaka oshirishga jo'natishyapti. Tushunmadim. Aniqroq gapir. Tanlovga hujjat topshirgandim. Grant yutib oldim. Voy. Shuning uchun o'z soham bo'yicha chet ellik talabalar bilan fikr almashib, kelishimga jo'natishyapti. Bir o'zing ketyapsanmi yoki institutdan boshqa talabalar ham ketishyaptimi? Hozircha aniq emas. Qachon ketasizlar? Shu hafta. Voy. Buncha yaxshi. Bu xabarni eshitib juda xursand bo'ldim, bolam. Xuddi dadangga o'xshaysan. Dadang ham shunaqa tirishqoq edilar. Menga qara. Yana chet elga bordim deb. Bitta yarimtasini ergashtirib kelmagin, a? Qo'ysiz, oyi. Haligi xarajatlaringni kim ko'taryapti? Institutimiz. Yaxshi. Unda ehtiyot bo'lib yur, tushundingmi? Bizni ham uka sovg'amiz bor. Ma, bu senga. O'qishingda asqotadi. Ol. Rahmat aka. Omadingni bersin. Avaz? Ha, tinchlikmi? Shoshib ketyapsan? Yaxshimisan? Qalay ishlar? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Bir gap eshitdim, shu rostmi? Jafarni aytishi bo'yicha 1 yillik akademik ta'til olmoqchi ekansan. Ha, rost, bu haqida hech kim bilmasa, xo'p. Sen bilan keyinroq gaplashamiz, maylimi? Avaz. Nigini kutib turibdi. Keyinroq gaplashamiz. Bo'p, tamom bo'l. Ha, og'ayni, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlik, o'zini ishlari bilan yuribdi. Bo'pti, uni qo'y. Mana bu masalani tushuntirib yubor. 23 ga qara. O'qishni tugatib olsak, ishga kiramiz. Keyin nega birdan fikringiz o'zgarib qoldi? Sababi nima? Ketishingiz sababini ayting. Nigina akamni yoshi o'tyapti. Tengdoshlari qatori uni ham boshini ikkita qilishimiz kerak. Nigina institutda o'qishim uchun akam yelib yugurib mehnat qilyapti. Men ham akam uchun nimadir qilishim kerak. Bir yil ishlab kelay, so'ng o'qishimni tugatib olaman, xo'p? Akangiz uchun qayg'urganingiz yaxshi. Lekin o'qish nima bo'ladi? Qaytib kelib o'qiyman deyapman-ku. So'zingizdan qaytmaysiz shekilli. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Avaz, bekor qilyapsan-da. O'rtoq, ketmasam bo'lmaydi. Akamni yoshi o'tyapti. Tushun, qachongacha akam meni tashvishimni qilib yashaydi. O'qishingchi? O'qishimni kelib davom ettiraman. Niginaga ham shunaqa dedim. Bekzod. O'rtoq, senga bir iltimosim bor. Xo'p. Uydagilarga o'qishdan grant yutib olib, chet elga ketyapman deb aytdim. Shuning uchun sendan iltimos. Gapimiz bir joydan chiqsin, hech kimga aytma. Og'zingdan gullab qo'yma, xo'p? Men-ku hech kimga aytmayman. Lekin sen yana bir marta yaxshilab o'ylab ko'r, Avaz. Bekzod, o'ylab bo'lganman. Ketmasam bo'lmaydi, o'rtoq. Ketmasam bo'lmaydi. Unda do'stim, o'zingni ehtiyot qil.
bo'pti. Yaxshi bor, o'rtoq. Omon bo'l. Ko'rishamiz. Xo'p. Bo'pti. Aka, o'zingizni va oyimni ehtiyot qiling, xo'p? Bo'pti uka. Mayli aka. Sog' bo'l. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Xayr. Omon bo'l. Vaqt bo'ldi. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz aka, Yaxshimisan keling. ukam? Tinchmisan? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Ha, yaxshi. O'tiring. Yo'q, rahmat. Sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Eshitaman. Avaz yetib keldim deganiga ham 2 oy bo'lyapti. Haligacha daragi yo'q. Senga qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q, lekin menga qo'ng'iroq qilmadi. Aniqmi? Ha. Mayli ukam, darsingni qilaver. Rahmat senga. Aytgancha, Avaz o'zi qaysi tanlovda g'olib bo'lgandi? Ha, haligi ingliz tilidan yutgandi. Ingliz tilida? Ha, ingliz tilidan. Bo'pti, mayli. Bo'ldi. Men yura olmayman. Qaytaman. Qanaqa yigitsan? Tursangchi. Charchadim. Yana ozgina qoldi, sabr qilsangchi. Boshqa yura olmayman. Abdulloh og'a, menga ruxsat bering. Ruxsat senga. Mayli, boraver. Avaz. Ha.
Mansur bilan xayrlashadigan bo'ldik. Uni o'zing gumdon qil. Shuni ham eplolmading. Tinch tuna. Yura qol, ketdik. Ukam Murodov Avaz institutda tanlovda g'olib chiqdim deb grant asosida chet elga ketgandi. Lekin haligacha undan xabar kelmadi. Shuni sizdan so'ramoqchi edim. Tanlov? Hozir aniqlashtiramiz. Umida. Labbay. Murodov Avazni hujjatlarini olib keling. Xo'p bo'ladi. Bizda bu yaqin kunlarda hech qanaqa tanlov o'tkazilgani yo'q. Marhamat. Rahmat. Mana, Murodov Avaz 1 yilga akademik ta'til olgan. Tushunmadim. Marhamat. Tanishib chiqing. Tinchlikmi? Ha. Rahmat sizga. Yaxshimisiz? Avaz qayerga ketgan? Gapir. Chet elga o'qishga ketgan. Qanaqa o'qish? Hozir dekanatdan chiqyapman. Hech qanaqa tanlov bo'lmagan ekan. Rostini ayt, qayerga ketgan? Bilmadim. Menga ham o'qishga ketaman deganda. Mayli. Aziz aka. Rostini aytsam, Avazdan 2 oydan buyon xabar bo'lmayotganiga men ham xavotir olyapman. Avaz chet elga o'qishga emas, ishlashga ketyapman deganda. Tushunmadim. Qanaqa ish? Nega unda menga yolg'on gapirding? Aytmasligimni iltimos qilganda, shunga yo'q deya olmadim. Men unga tushuntirdim. U Jafar degan bolaga qo'shildi. Jafarning o'zi yaxshi bola, lekin kim u? Kursdoshimiz. Qayerda turadi?
Demak, bizni aldab ishlashga ketgan ekanda. Hozir ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Gaplashishning iloji bormi? Siz ko'p siqilmang. Xotiringiz jam bo'lsin. Ha. Hozir xohlasangiz u yerdagi do'stlarimizga qo'ng'iroq qilib bilib beraman. Yaxshi. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Ha, o'zingizni ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Tuzuk. Ha, bu Avazbek oldingizdami? Unga telefonni bering. Hozir bu yerda akasi kelib o'tiribdi. Alo? Avazbek? Va alaykum assalom. Ha, endi unaqa emas-da, uka. Ha, bunday uydagilarga qo'ng'iroq qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Mana, akangiz yonimda kelib o'tiribdi, sizdan xavotir olib. Ha, mayli, o'zi bilan gaplashing. Alo, Avaz, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Sog'liging yaxshimi? Yaxshi. Tinchmi? Onam yaxshimilar? Yaxshi. Menga qara. Nega bizlarni aldab ketding? Nega bunday qilding? Aka, boshqa ilojim yo'q edi. Xo'p, nega qo'ng'iroq qilmayapsan unda? Bizni sog'intirib yubording-ku. Onam ham seni o'ylayverib qon bosimlari ko'tarilib ketyapti. Xavotir olmanglar. Men yaxshiman. Ishlab yuribman. Sizlarni sog'indim. Men ishlayotgan joyda aloqa yo'q. Onamga salom deb qo'ying, aka. Meni chaqirishyapti, bo'pti. Xo'p, mayli. Avaz, faqat ehtiyot bo'lib yur, xo'pmi? Xo'p. Qo'ng'iroq qilish esingdan chiqmasin, qo'ng'iroq qilib tur. Bo'pti, mayli. Xo'p. Mana, rahmat. Ha, aytgancha. Ukangiz sizga pul jo'natgan. Buni olib qo'ying. Alo. Ha, hujjatlar tayyormi? Bo'pti. Yaxshi. Hammasi tayyor. Endi bizni mamlakatimiz islom davlati. Allohu akbar. Hujjatlarni tashlang. Bizni mashina kutyapti. Qani tezroq.
ancha yaxshiman. Rahmat. Birozdan keyin kelaman. O'tir. Tuzukmisiz onajon? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshiman. Kechirasiz. Yaxshimisiz? Uy egalarini ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Rahmat. Aka, men keldim. Avaz. Ukajon. Yaxshi borib keldingmi? Xudoga shukr. Omon ekansan. Oyi. Oyi, Avaz keldi, oyi. Voy. Avazjon. Barakalla. Voy. Voy, bolajonim. Assalomu alaykum. O'zim o'rgilay bolajonim. Keldingmi ya bolam? Sog'inib ketdik-ku. O'zgarib ketibsan a bolaginam. Sog'liging Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Voy bolajonim. Vaqtida anglaganim va o'zida hayotning Avaz uka, kelganingga ham bir hafta bo'ldi. Xo'sh, endi rejalaring qanday? Ertaga institutga boraman. Yana akademik ta'til olishga ariza yozib kelishim kerak. Bir oy ichida ketaman. Odam olib ketgani keldim. Ishchi kuch kerak. Agar xohlasangiz sizni ham olib ketaman. Ketaman? Esing joydami? O'zi yaqinda kelgan bo'lsang, yana qayerga ketasan? Tushunmadim. Odam olib ketaman deyapsanmi? Meni ketadi deb senga kim aytdi? Betob onamizni tashlab hech qayerga ketmayman. Shu yerdagi ishimdan yetarlicha topyapman. Ha, xo'p, ko'ramiz aka. Keyinroq masjidda namoz o'qib kelishim kerak. Masjidda o'qilgan namozni savobi katta. Namoz, masjid? Tushunmadim. Sen qachondan boshlading namoz o'qishni? Aka, namuncha vahima qilasiz? Xorijda meni Abdulloh og'a degan yaxshi bir inson kutib oldi. Uydan joy berdi, ish berdi. Namozxon ekan. Namoz o'qishni o'rgatdi.
Uni O'zbekistonda ancha-muncha oshnalari bor. Ularga sovg'a salomlar yuborgan. Ertaga shularning omonatini yetkazishim kerak. Ha, agar xohlasangiz, siz ham men bilan yuring. Ertaga ishim bor. Unda o'zingiz bilasiz. Avaz. Odam topdingmi? Shuni harakat etaman. Unda harakatingni qil. 1-2 kunda yangi topshiriq bo'ladi. Ha, yaxshi. Tushundim. Bo'pti. Bo'pti. Ha, aytgancha, o'zingni sezdirib qo'yma. Aql o'rgatma. Solib beraymi? Solib bering. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zgaribsan. Chiroyli bo'lib ketibsan. Endi bu gaplarni gapirmang. Bir amallab topdim. Mana. Ular bilan birgamisiz? Ha. Kutib qolmadingmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, Allohga shukr. Bu nima yurish? Hammani o'zingga qaratib, nega torshim kiyib olding? Bundan keyin uzun ko'ylak kiyasan, boshingga ro'mol o'raysan. Meni tan mahramim bo'luvchi ayol shunday bo'lishi shart. Eshitdingmi? Oldinlari sizga bunaqa kiyinishim yoqardi-ku. To'g'ri, u oldin edi. Endi hammasi o'zgardi. Xudo xolasa 1 oy ichida to'y qilib seni o'zim bilan olib ketaman. O'qishni tashlaysan, eshitdingmi? Ha. Aytgancha. Senga sovg'am bor. Sal qolsa esimdan chiqay debdi. Mana. Ola qol. Rahmat, chiroyli ekan. Xo'p, xayr. 2-3 kun ichida o'zim qo'ng'iroq qilaman. To'g'ri uyga bor, tushundingmi? Xo'p. Assalomu alaykum Komil ota. Va alaykum assalom. Uydagilar yaxshimi? O'zing tuzukmisan? Uydagilar? Rahmat. Oying yaxshimi? Rahmat. Ha, yaxshi. O'zingning ishlaring yaxshimi? Rahmat Komil ota. Ha, baraka top. O'zingiz Ha, tinchmisiz? bu keng kelib, bag'ringlar to'lib qolgandir, ha? Albatta. Ha, yaxshi. Xursandman. Azizbek, Labay. bu ukangni 1-2 marta masjidda ko'rib qoldim. Yosh bo'lishiga qaramay namoz o'qiyapti. Bu yaxshi. Bir tomondan otangni ruhi shod bo'ladi. Ha, shunday. Ha. Ammo lekin shu ukangni
bir harakati menga yoqmadi. Tinchlikmi ota? Kecha namozdan chiqib bir men tengi odam bilan uzoq suhbatlashdi. Keyin o'shani mashinasiga o'tirib qayoqqadir ketdi. Endi mayli kap-katta yigit, biron bir ishi bordir deb o'yladim. Lekin shu odam menga nimagadir yoqmadi-da. Uni ustiga tunov kuni uyimizni oldidan o'tib ketayotib, ana o Sanjar akang bor-u, shuni ikkita qizi ishga chiqib ketayotsa, ularni to'xtatib olib, "Hoy qizlar, nega ro'mol o'ramadingiz? Uyat emasmi? Farosatingiz bormi?" degan gaplarni gapiribdi. "Hey, ro'molsiz yurgan ayolni Xudo xush ko'rmaydi, la'natlaydi" deb ancha haqoratlabdi. Men tushunmadim. Nega u bunday fikrlayapti? Tushundim sizni Komil ota. U bilan o'zim albatta gaplashib qo'yaman. Mayli bolam, uyga o't. Xo'p. Lekin ukangga ayt, dinga qiziqqani, ilm olgani yaxshi, ammo me'yorni ham unutmaslik kerak. Xo'p. Xo'pmi? Bo'pti. Mayli o'tinglar bolam. uyga. Yaxshi bor. Uydagilarni Yaxshi so'rab aytib oling. Omon bo'l. Salom ayting. Sen men bergan kitobni o'qib chiqdingmi? Yo'q. Darslar ko'payib ketib, hech vaqt bo'lmayapti. Shunga Alloh, hayronman-da. Dunyoviy bilim diniy bilimdan ustun bo'lishi mumkinmi kech zamonda? Ha? Shuni bil. Har doim, har on oxirat bilan yasha. Bu yo'lda shahid bo'lishdan qo'rqma. o'rtoq, o'zingmisan? Seni hech taniy olmayapman. Yuz ko'rinishing o'sha-yu, lekin fikrlashing o'zgarib ketibdi. Bekzod, men bilan yur. Yaxshigina pul ishlab kelasan. Yetti pushtingga yetadigan darajada. Nima? Esing joyidami seni? Yaqinda bu yurishlaring poyoniga yetadi. Biz hokimiyatni egallaymiz. Men seni o'ylab, do'stim bo'lganing uchun gapiryapman. Har kimga ham aytavermayman. Nima? Hokimiyatni egallash? Sen hali terroristlarga qo'shildingmi? Dinni niqob qilgan g'alamislarga O'char. Seni foydangni o'ylab gapiryapman. Yo'q do'stim, sen oxirini o'ylamayapsan. Bu ishlaringga meni umuman aralashtirma. Yaxshisi, o'zing ham bu yo'ldan qayt. Endi sen qoluvding menga aql o'rgatmagan. Aziz aka. Yaxshimisan Bekzod? Yaxshi, Tinchmisan? rahmat. Bekzod. Tinchlikmi? Avaz bilan nima haqida gaplashding? Aziz aka, Avazni 2-3 kundan beri kuzataman. U juda o'zgarib qolgan. Menga diniy kitoblar berdi. Yana har xil qo'rqinchli gaplar gapirdi. Tushunmadim. Qanaqa gaplar? Diniy gaplar. Shariat deydimi, jihod. Ha, yana hokimiyatni qo'lga olamiz deb ham aytdi. Hokimiyatni qo'lga olamiz? Ertaga seni haqiqiy musulmon birodarlarim bilan tanishtiraman, dedi. Keyin men qo'rqib ketib yo'q dedim. Aka, ichki ishlar xodimlariga xabar qilsak, ular Avazni... Yo'q, aslo. Oyim buni ko'tara olmaydi. Bilasan-ku, yuragini mazasi yo'q. Ularga biror gap bo'lsa... Menga qara. Ha? Bu haqda hech kim bilmasligi kerak, tushundingmi? Tushunarli. Uni bu yo'ldan o'zim qaytaraman. Nima bo'lsa ham o'zim qaytarishim kerak. Gapimga tushunding-a? Tushundim. Hech kimga aytib o'tirma. Xo'p. Bo'pti. Xo'p aka. Yaxshi boring, mayli. Alo, Ravshan. Aziz, o'zi nima gap? Tinchlikmi? Tinchlikmas-da, Ravshan, tinchlikmas. Ukam chet elga ishlashga ketib, qandaydir oqimga aralashib qolgan menimcha. Shunga aniqlik kiritishim kerak, tushunyapsanmi? Ukam nima ish qilayotganini, kimlar bilan aloqasi borligini hammasini aniqlashim kerak. Aziz,
Hech ham ishongim kelmayapti. Avaz bunaqa bola emas edi-ku. Ha, to'g'ri. Men o'zimni ham ishongim kelmayapti, lekin nima qilay, shunday bo'lib qoldi. Ana ular. Ketdik, hayda. Yur. To'xta. Yur. Ravshan. Shu yerda turib tur. Kiramani ukamni olib chiqaman, tushundingmi? Esing joyidami? Sen bu yerga kirib sog' chiqaman deb o'ylayapsanmi? Keyin yaxshisi ichki ishlar xodimlariga xabar qilamiz. Ikkalang joydami? Nima deganing bu? Bu yerda meni ukam bor. Ukam, tushunyapsanmi? Yoki sotmoqchimisan? Bu nima deganing, Aziz? Ey, agar ukam qamalib ketsa, oyim buni ko'tara olmaydi, tushunyapsanmi? U adoyi tomon bo'ladi. Keyin ukam hali yosh. Yosh, tushunyapsanmi? U xato qilayotganini tushunmayapti. Hech narsani bilayotgani yo'q. Aziz, kel, ukang bilan yolg'iz gaplashib olsang, u seni gapingga quloq soladi. U albatta seni aytganingni qiladi. Yur, yaxshisi, chiqishini mashinada kutib turamiz. Bu yerda turish juda ham xavfli. Yur, ketdik. Aziz, yura qol. Va farzand munosabatiga qiyos. Inson yashaykan qalam bo'lib Azizjon, o'z hayot. ukang senga qo'ng'iroq qildimi? Qayerlarda yuribdi bu bola? Aziz? Ha, televizorga berilib ketibman. Ukangga qo'ng'iroq qilib bil. Shu mahalda qayerlarda yuribdi, a? Hozir gaplashdim. O'rtoqlari bilan ekan. Siz bemalol uxlayvering. Kelishini kutib turaman. Ha, xo'p. Yaxshi.
bolajonim. Assalomu Voy, alaykum. o'zim o'rgilay bolajonim. Odam olib ketgani keldim. Masjidda o'qilgan namozni savobi katta. O'zingni sezdirib qo'yma. Aql o'rgatma. O'zgaribsan. Chiroyli bo'lib ketibsan. Endi bu gaplarni gapirmang. Bundan keyin uzun ko'ylak kiyasan, boshingga ro'mol o'raysan. Meni tan mahramim bo'luvchi ayol shunday bo'lishi shart. Hoy qizlar, nega ro'mol o'ramadingiz? Uyat emasmi? Farosatingiz bormi degan gaplarni gapiribdi. Bu yo'lda shahid bo'lishdan qo'rqma. O'rtoq, o'zingmisan? Seni hech taniy olmayapman. Diniy gaplar, shariat deydimi, jihod. Ha, yana hokimiyatni qo'lga olamiz deb ham aytdi. Ukam chet elga ishlashga ketib, qandaydir oqimga aralashib qolgan menimcha. Shunga aniqlik kiritishim kerak, tushunyapsanmi? Ukam nima ish qilayotganini, kimlar bilan aloqasi borligini hammasini aniqlashim kerak. Oyim buni ko'tara olmaydi, tushunyapsanmi? U adoyi tomon bo'ladi. Keyin ukam hali yosh. Yosh, tushunyapsanmi? U xato qilayotganini tushunmayapti. Hech narsani bilayotgani yo'q. Ukangga qo'ng'iroq qil, bil. Shu mahalda qayerlarda yuribdi, a? Dasturxondan fotihasiz turib ketmang aka. Gunohga qolasiz. Sen namuncha? Alloh, savob, gunoh deysan? Kimlarga qo'shilganingni bilasanmi? Vatanfurushlarga qo'shilib ularning xizmatiga kirganingni bilasanmi? Vatanfurush? Aka, haddingizdan oshmang. Vatanfurush bo'lib vatanimni sotganim yo'q. Din yo'lida xizmat qilaman. Allohga tavba qilaman. Sizga o'xshab g'ayri dinlar ichida emasman. Yaxshi insonlar bilan birgaman. Yaxshi insonlar? Ha. Ular inson emas. Ular dinni niqob qilib olib oxirat kuyganlar. Sen esa ularning qo'lida. Qo'g'irchoqsan, tushunyapsanmi? Qo'g'irchoqsan. Aka. Xohlasa portatadi. Xohlasa o'ldiradi. Xohlasa bir-biridan nom beradi. Mana bu yerda esa biz nomusdan olamiz. Biz sotqin. Bizga Allohning o'zi yo'l ochgan. Nimalar bo'layotganini menga aytarsan? Yashirishdan foyda yo'q endi oyi. Avaz. Hech qanday tanlovda g'olib bo'lib chet elga ketgani yo'q. U ishlash uchun ketgan ekan. O'sha yerda qandaydir diniy ekstremistik oqimga qo'shilib olib, endi esa vataniga, o'z yurtiga qarshi ishlar qilib yuribdi. Diniy tashviqot ishlari bilan ko'pchilikning fikrini zaharlayapti. Bo'lish mumkin emas. U terrorist oyi, eshityapsizmi? Terrorist! Bunaqa bo'lish mumkin emas. Axir avaz o'qishga. Demak, uni yurishlari. Nimaga menga aytmading? Nega uni qaytarmading? Bilmadim oyi, bilmadim. Endi nima bo'ladi? Bor bolam, ukang bilan gaplash. Bolam. Xudoyim, endi nima bo'ladi? Xudoyim, endi nima qilaman?
Sherzod, bu yerda nima qilyapsan? Assalomu alaykum, Aziz Va aka. alaykum assalom. Kabutarimga ing qurishda yordam bering. Kabutar sotib oldingmi? Dadam ishga ketganlar. Oyim qila olmas ekanlar. Ana Avaz akangga aytamiz. Chiroyli qilib qurib beradi. Yo'q, u kishini soqollari bor. Uyga borsa ukam ham qo'rqadi, kabutarlarim ham qo'rqib uchib ketadi. O'zingiz yuring. Sherzod katta bo'lsang, senda ham shunaqa soqol bo'ladi. Yo'q, men soqol qo'ymayman. Askar bo'laman. Askarlar soqol qo'ymaydi. Sherzod, sen uyingga bor, xo'p? Men keyinroq borib, kabutaringga ing qurib beraman. Xo'pmi? Xo'p. Boraver. Allo, eshitaman. Alo, Avazbek. Gapimga yaxshilab quloq sol. Hozir yana vaziyat o'zgardi. O'zbekistonda nazorat kuchli, chegarani qattiq qo'riqlashyapti. Qurolni olib o'tishning iloji bo'lmadi. Sen buyruqni kut. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Tushundim. Xo'p. Avaz kim bilan gaplashding? Sendan so'rayapman, kim bilan gaplashding? Yana o'shalarmi? Nima deyishyapti senga? Aka, bo'ldi. Meni ishlarimga aralashmang. Sen nimalar qilayotganingni tushunib yetmayapsan. Ular ongingni zaharlab qo'yishdi-ku. Sen menga, oyimga, xalqingga qarshi chiqyapsan. Ular esa dinini niqob qilib olgan ifloslar. Ular iflos emas. Kim unda ular? Kim? Xo'sh, ayt, kim ular? Siz u mendan toza odamlar. Sen shu gaplaringni o'ylab gapiryapsanmi? Aka, menga aql o'rgatmang. Baqirma menga, nonko'r. Hay bolalarim, esinglarni yig'inglar. Bu nima qilganing bolam? Akang seni to'g'ri bo'l deb aytyapti. Akang senga yomonlikni ravo ko'rmaydi, qulog'ingga quyib ol. Jon bolam, nahotki bizning gaplarimizga ahamiyat yo'q senga. Biz seni oilangmiz. Esingni yig' Avazjon. Meni esim joyida. Meni tinch qo'yinglar. Kuzatish natijalari nima bo'ldi? O'rtoq polkovnik, Jahongir Safarovni har bir harakatidan xabardormiz. Avaz Murodov ham kuzatuvimizda. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, ular davlatimizga qarshi qo'poruvchilik harakatlarini boshlashmoqchi. Zudlik bilan qo'lga olish choralarini ko'ring. Xo'p bo'ladi. O'rtoq Safarov, siz o'z jinoyatlaringizni O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid ekanligini anglab yetdingiz deb o'ylayman. Agarda tergov va sud organlariga yordam berib, jinoiy sheriklaringizni amalga oshirmoqchi bo'lgan qo'poruvchilik harakatlari to'g'risida gapirib bersangiz,
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 55-moddasiga asosan aybingiz yengillashtiruvchi holat sifatida qabul qilinishi mumkin. Endi marhamat qilib sheriklaringiz haqida gapirib bersangiz. Xo'sh. Bozorda soat 2da. Alo. 2 soatdan keyin bozorda namoyish uyushtirib, odamlarni va hukumatni vahima bilan chalg'itish kerak. Ishongan odaming aytilgan joyda tayyor tursin. Qurollar bozor yaqinida. Tezda borib, harakatingni boshla. Xatoga yo'l qo'yish mumkin emas, tushunarlimi? Tezroq ishga kirish. Siz xavotir olmang. Avaz uyda ekan. Nasib bo'lsa, hokimiyat bizniki bo'ladi. Inshaalloh. Xo'p, yaxshi. Hoziroq rejani amalga oshirishga kirishaman. Yaxshi Avazbek. Allohu akbar. Alloh yor bo'lsin. Oyi, sizga nima bo'ldi? Nigina. Seni vaqting keldi. Alo, Nigina, iltimos. 1,5 soatdan keyin bozorda ko'rishaylik. Xo'p, kutaman. Suv olib kel, Avaz. Meni eshityapsanmi? Suv olib kel. Men senga suv olib kel deyapman. Tezroq bo'lsang-chi, qoch. Mana oyijon, ichib oling. Hozir o'tib ketadi. Oling. Tez yordammi? Ha, ishdaman. Oyim mazasi bo'lmayapti. Manzillaydi. Firdavsiy 101. Hozir yetib boradi. Rahmat. To'xta. Avaz, to'xta. To'xta. Qayerga ketyapsan? Aka, qaytarishga urinmang. Allohga qasamim bor. Aqldan ozibsan. Hech qayerga ketmaysan. Yo'limdan qoch deyapman senga. Onamiz bir ahvoldaligini nima senga farqi yo'qmi? Aziz bolam. Aka, kofirlar qurbon bo'lishi shart. Qanaqa qurbonlik? Qanaqa yo'limdan qoch deyapman senga. Qo'yganmisan o'zi? Urishmanglar. Qochmayapman. Menga qara. Ukajon, ko'zingni och. Sen xoylik qilyapsan, tushunyapsanmi? Vatandaşlarga xizmat qilishdan voz kech. Qayt bu yo'ldan. Aka, falsafa o'qima. Allohga qasamim bor dedim-ku. Qanaqa qasam? Unaqa harom qasaming o'tmaydi, tushunyapsanmi? Bolam. Kindik qonimiz to'kilgan tuproqni begunohlar qoni bilan bulg'ama, ukajon. Bu yerda otamizning hoki yotibdi, tushunyapsanmi? Hoki yotibdi. Aka, men bu tuproqqa kofirlar hokimiyatiga tupurdim. Demak, sen menga ham, oyimga ham tupuryapsan. Shunaqami? Tupurdim. Hammasiga tupurdim. Men Alloh yo'lida shahid bo'laman. To'xta. To'xta. Begunohlar qoni to'kishga haqqing yo'q. Akajon! Akajon! Oyi, men charchadim. Sabr qil bolam. Sabr qil.
jonim bolam uxlab qolgin alla 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 Seni yaxshi ko'raman. Operatsiya boshlandi. Allo. Sizlar turgan joyda portlash vositasi borligi aniqlandi. Aniq koordinatalarini ayting. Sizdan 10 metrlar yuqorida.
agarda mahalla faollari, nozirlar, jamoatchilik o'z ishlariga loqaydlik bilan qarashmaganida edi, mana shu oilada sodir bo'lgan fojianing ham oldini olgan bo'lardik. Muhimi biz xalqning tinchligini saqlab qoldik. Ishimizning muvaffaqiyatli yakuni bilan sizlarni tabriklayman. Rahmat sizlarga.